Bugun bizda Xon Atlas festivali. Shunday ekan, qarsaklar bilan bugungi davramizni boshlasak va aynan bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini Yakkasaroy tuman hokimi Aliberginova Nilufar Anvarovnaga so'z navbati. Mazkur festival orqali yoshlarimizni, ayniqsa qizlarimizni milliylikka, ijodkorlikka va mehnatga rag'batlantiramiz. Zero o'z madaniyatini anglagan avlod barkamol va mustaqil bo'lib ulg'ayadi. Xon Atlas festivali nafaqat bayram, balki hunarmandlar, dizaynerlar, yoshlar uchun o'z salohiyatini namoyon etish, ilhom olish va milliy kasb hunarni o'rgatish makonidir. Qo'shiqlar kuylamasam alamay, daradir davralarda bo'ylamasang alamay. Chamiz ham baxtman ekan, yoki viloyat bahori. O'zing solding qalbime, baba, bana bir baba.